Mendan nima tilagingiz bor, hukmdorim? Ismoil Haqqibiy, temir yo'li Arabiston yarim oroliga yaqinlashib qolgan. Iltimosim shuki, temir yo'lning bekatlari Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam safar chog'i to'xtagan joylarga qurilsin. Naqadar katta hassosiyat, hukmdorim. Temir yo'li qurdiryapsiz va sunnat soniyaga mos kelishini ko'zlayapsiz. Faqat bu emas, afandim. Hozirdanoq buyruq berdim. Temir yo'li Madinaga yaqinlashganida relslarga namat to'shiladi. Nega, hukmdorim? Poyezd ovozi bu muborak shaharni bezovta qilishini xohlamayman. Juda ham yaxshi ko'rasiz, hukmdorim. Ha, juda ham. Dunyo nega molik bo'lsa, sababi undir. Xutbang o'qilur minbari iqlimi baqoda, hukming tutilur mahkamai ro'zi jazoda, gulbangi quduming chekilur arshi xudoda, asmoi sharifing eslanur arzi samoda. Sen Ahmadu Mahmudu Muhammadsan hazratim, haqdan bizga sultonu muayyatsan hazratim. Juda yaxshi aytgan Shayx G'olib. Bu go'zal so'zlarga tilimiz aylanmaydi. Astag'firulloh. Lekin qalbimizdagi sevgini ta'riflashga til yetarli emas. Mendan nima tilagingiz bor, hukmdorim? Ismoil Haqqibiy, temir yo'li Arabiston yarim oroliga yaqinlashib qolgan. Iltimosim shuki, temir yo'lning bekatlari Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam safar chog'i to'xtagan joylarga qurilsin. Naqadar katta hassosiyat, hukmdorim. Temir yo'li qurdiryapsiz va sunnat soniyaga mos kelishini ko'zlayapsiz. Faqat bu emas, afandim. Hozirdanoq buyruq berdim. Temir yo'li Madinaga yaqinlashganida relslarga namat to'shiladi. Nega, hukmdorim? Poyezd ovozi bu muborak shaharni bezovta qilishini xohlamayman. Juda ham yaxshi ko'rasiz, hukmdorim. Ha, juda ham. Dunyo nega molik bo'lsa, sababi undir. Xutbang o'qilur minbari iqlimi baqoda, hukming tutilur mahkamai ro'zi jazoda, gulbangi quduming chekilur arshi xudoda, asmoi sharifing eslanur arzi samoda. Sen